Assalomu alaykum. Yoshlar kanali Rostdan ayting tok shousi. Bugungi mavzuyimiz tog' geologiyasi va metallurgiya sanoatini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. Aynan mana shu soha bo'yicha biz ekspertlarimiz taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Bugun ishlab chiqarish masalasida tog' geologiya, metallurgiya sanoatida aynan biz erishishimiz kerak-ku, lekin biz oqsayotgan bo'lganligi uchun qaysidir ma'noda mavzu sifatida olib chiqdik. Qayerda biz oqsayapmiz, qayerda bizda kamchiligimiz bor yoki yutuqlarimiz haqida. Marhamat. Hozirgi kunlarda tog' sanoatining mavjud konlarining ayrimlarida foydali qaziblarni qazib olish jarayonida foydali qaziblarni qazib olishda olish chuqurligini ortib borishi mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarning o'sishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa tarmoqlarda tog' sanoati korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, material xomashyo bazasini yaxshilash bo'lgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu qatorda ayrim yo'nalishlarda xomashyoni chuqur qayta ishlash darajasi mavjud imkoniyatlarga to'liq mos kelmaydi. Bu ham bor narsa. Yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Hozirgi kunlarda ishlab chiqarish hajmini oshirgandan keyin yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratilgandan keyin bizda eksport salohiyatini ham oshiriladi. Tushunarli. Kelinglar, mana shu soha bugun ko'rsatuv mavzusidan kelib chiqib, aynan sizga murojaat qilmoqchiman. Bu sohani samaradorligini rivojlantirish uchun bizda kadrlar masalasida qanaqa holatda biz? Tog' sanoat geologiya vazirligi tizimida hozirgi kunda 4 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yurityapti. Jumladan Geologiya fanlari universiteti, Navoiy kon va texnologiyalar davlat universiteti, Olmaliq shahridagi Rossiya davlatining Misiz universiteti va Italiya davlatining Piza universiteti filiali faoliyat yurityapti. O'z navbatida ushbu universitetlar har biri o'z yo'nalishida kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Jami 4 universitet qoshida 15 mingga yaqin talaba hozirgi kunda tahsil olishyapti. Xususan shu oxirgi texnologiyalarning rivojlanishi, tendensiyalar o'zgarib borishi natijasida universitetlarimizga zamonaviy yo'nalishlarni qo'shish, ularni bilim ko'nikmalarini zamonga yarasha tayyorlab borish ishlari ham qo'shilgan. Kadrlar mutaxassislar yetarli, Yetarli. Tushunarli. Kelinglar, bu soha haqida gaplashar ekanmiz. Biz xohlaymizmi yo'qmi, bu sohani baribir olib boradigan manzili iqtisodga, siyosatga ta'sirchanligi bor. Biz qanchalik chuqurlardan, qanchalik topilmalardan unumdor, samarali foydalansak, bu xalq uchun ham foydali bo'ladi. Bizni ko'rsatuvimizda ham qaysidir joyda naf bo'lish uchun tomoshabin oldida qaysidir ma'noda hisobot yoki ma'lumot sifatida aynan mana shu tog' geologiya sohasida, metallurgiya sohasida xavfli va xavfsiz nuqtalarimiz qayerda bizda? Eng asosiy talab energiya va suv resurslariga talabimiz juda yuqori bo'ladi. Ya'ni o'zingizga ma'lum, O'zbekiston okean yoki yuqori suv zaxiralariga ega suv resurslari bilan to'liq ta'minlanmagan. Bizning qayta ishlash korxonalarimizda asosan suv bilan bog'liq jarayonlar, flotatsiya, shu kabi jarayonlar yoki gidrometallurgiyada hammasi suv bilan bog'liq. Ana shu tomonlama aniq bir xavfli tomonimiz bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda mana shu gidrometallurgiya zavodlarida jarayondagi foydalanayotgan suvlarni yana qaytadan jarayonda foydalanish bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqilib tatbiq etilib kelinmoqda. Yana bir misol aytsak bo'ladi, mana energiya resurslariga talab, bizning metallurgiya kombinatlarimizda energiya resurslariga talab juda yuqori. Ana shu energiya resurslarini qoplash, ishlab chiqarishga tatbiq etish uchun hozirgi kunda kombinatlar barchasi yashil energiyaga asoslangan quyosh fotoelektr stansiyalarini barpo qilyapti. Investitsiya loyihalari energiya samarador texnologiyalarni qo'llab boryapti. Mana shu misollar aytadigan bo'lsak, bizda xavfli deb ko'rsatilgan nuqtalarimizni ham har birining o'z yechimi bor. Shuni aytmoqchiman. Tushunarli. Kelinglar, bizda tomosha qilib turgan tomoshabinlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan fikrlar aylanadi. Qaysidir ma'noda agar bahslashish lozim bo'ladigan bo'lsa, bizda qazilma boyliklarimiz juda ham ko'p.
bizda mana shu soha ishlamayapti deyishli fikrlari ham bo'lishi mumkin. O'shalar oldida o'zinglarni qanday oqlagan bo'lardinglar, bahslashgan bo'lardinglar. Aynan bizda qazilma boylarimiz ko'p va biz ishlamayapmizmi yoki bo'lmasam qazilma boyliklarni qidirish jarayonidamizmi? Qaysidir mana ijtimoiy tarmoqda shunaqa gaplar yuradi. O'zbekiston juda ham yer osti boyliklariga boy davlatimiz. Lekin bizda bu soha ishlamayapti degan fikrlar ham aylanishi mumkin yoki u darajada ishlamayapti degan fikrlarga javobinglar bormi? Har biringlar o'zinglardan sohalarga kelib chiqib. Haqiqatan O'zbekiston foydali qazilmalarga boy hudud. Bir qancha foydali qazilmalar bo'yicha dunyoning yetakchisi hisoblanadi. Jumladan oltin bo'yicha, uran bo'yicha O'zbekiston dunyoning 10 taligida kiradi. Har yil bu ko'rsatkich o'zgarib turadi, ammo lekin yetakchiliklar qatorida bor. Ya'ni bitta dolzarb masala bor, aynan o'zim shug'ullanadigan masala. Demak, borgan sari foydali qazilmalar yer qa'riga yaqinroq joylari tugab boradi. Yani chuqurlashib boradi. Ya'ni biz borgan sari keyinchalik foydali qazilmalarni qazib olish uchun chuqurlashib borishimiz kerak. Va hozir bu mavzuda tegishli prezident qarorlari bor. Demak, biz O'zbekiston hududlarida chuqur hududlarda, ya'ni hozirgidan nisbatan ancha chuqur bo'lgan hududlarda foydali qazilmalar izlash, topish, bashorat qilish va iqtisodiyotga jalb qilish ishlarini olib bormoqdamiz. Jumladan O'zbekistonni eng boy hududlaridan, foydali qazilmalarga eng boy hududlardan biri Qizilqum hududi hisoblanadi. O'sha hududda bizda keng maydonda yangi zamonaviy ishlar qo'llanishi rejalashtirilmoqda. Ya'ni biz bu ishlarda xorij tajribasini ham o'rganamiz. O'zimizni barcha fond materiallarini o'rganib, ularni tahlil qilib, qaysi hududda qanaqa foydali qazilma bo'lishi mumkinligini bashorat qilib, o'sha hududda batafsil geologik qidiruv ishlarini olib boramiz. Bashorat qilib degan so'zingizga tushuncha berib ketsangiz, bizda hozir imkoniyatlar menimcha kosmik holatdan kelib chiqib ham aniqlashimiz mumkin. Bashorat emas, aniqlikni keltirib chiqarish uchun raqamli sistemadan yoki bo'lmasam sun'iy intellektlardan foydalanish imkoniyatlarimiz ham bor-ku, nega bashorat qilishimiz kerak? Foydali qazilma resurslarini biz bashorat qilamiz deganda bir nechta usulda uni o'sha hududda o'rganib, o'sha usullar o'zini belgilarini ko'rsatadigan kriteriyalar bor. Ya'ni O'zbekistonning barcha hududida metal foydali qazilmalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mavjud emas. Hamma konlar geologik kriteriya nuqtai nazaridan qaysidir hududda joylashgan bo'ladi, ko'proq yig'ilgan bo'ladi. Geologlar, mutaxassislar o'zini tajribasini qo'llagan holda, undan tashqari zamonaviy texnologiyalarni, hozirgi yangi kirilib kelayotgan usullarni qo'llagan holda hududlarni o'rganib, o'sha bir nechta kriteriya ba'zi bir hududlarda belgi berayotgan bo'lsa, o'sha joyda foydali qazilma bo'lish ehtimoli ko'proq deydigan hududlarda batafsil geologik qidiruv ishlari olib boriladi. Birinchi bo'lib masofaviy izlanishlar o'rganiladi, ya'ni siz aytgandek kosmik suratlardan foydalangan holda, ya'ni kosmo suratlar yer qa'rini bir qancha xususiyatlarga qarab o'rganib beradi va keyinchalik geolog mutaxassislarga birinchi o'zini bir dastlabki ma'lumot beradi. Dastlabki ma'lumot beradi, qaysi hududda ko'proq perspektiva bor foydali qazilmalarni topilishiga. O'sha hududda keyin yana masofaviy izlanishlar bor, ya'ni bu havodan aero geofizika masalan usuli, demak samolyot yoki vertolyot yordamida geofizik uskunalarini ilgan holda shu yer qa'rini o'rganib, u yana bitta yutug'i ancha chuqur gorizontlargacha o'rganishi mumkin va bizga ma'lumot olib beradi. O'sha yer qa'rini elektrik o'tkazuvchanligini, xususiyatini olgan holda yoki tog' jinslarini magnetik xususiyatlarini o'rganilgan holda bizga birlamchi ma'lumot beradi, qaysi hududda biz geologik qidiruv ishlarini batafsil jarayonni olib borishimiz mumkin. Biz foydali qazilmalarga
kengroq ma'noda kirib boryapmizmi yoki kamayib boryaptimi bu narsalar? Ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash uchun mineral resurslar bazasini shakllantirishimiz zarur. Masalan, 2014-24 yillarda 20% o'rganilgan bo'lsa, bular tasdiqlashlari mumkin. Hozirgi kunda 45% gacha o'rganilgan respublika hududida. 45% gacha. Oldin 16 yilgacha 20% gina o'rganilgan. Hozirgi kunda o'zi 45% ga geologik o'rganish ishlari amalga oshirilgan. Demak, hali o'rganilmagan 55%miz bor. Bor. Mavjud. Mavjud. Davom etishingiz mumkin. Endi bilasiz, bu geologik qidiruv ishlari ham mablag' talab qilinadi. Bu kichkina mablag' emas. Mehnat bu. Va mehnat, mablag' talab qilinadi. Masalan, o'tgan yillar davomida shu kungacha hozir 200 million AQSh dollar miqdorida geologik qidiruv ishlariga mablag' sarflandi desak bo'ladi. O'zbekiston hududi o'zi foydali qazilmalarga asosan ixtisoslashtirilgan hududlar bor, ya'ni tog' hududlarida ko'proq metalli foydali qazilmalar mavjud. Masalan, Buxoro Qarshi hududini oladigan bo'lsak, u tekislik hududi yoki Qoraqalpog'iston Ustyurt platosini oladigan bo'lsak, ular tekislik hududlari. O'shanaqa joylarda bizda ko'proq uglevodorod, ya'ni neft gazga ixtisoslashtirilgan. Va yana bitta jihatni aytib o'tsak bo'ladi. Neft gaz konlari asosan 2, 3, 4 kilometr chuqurlikda joylashgan bo'ladi. Metalli va noruda xomashiyolari ko'proq yerga yaqinroq joylashgan bo'ladi. Metalli foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash jarayonida qancha konimiz, zaxiramiz chuqur joylashgan bo'lsa, shuncha unga qazib olish uchun xarajat ko'payadi. Shuni hisobida demak, hozir birlamchi bo'lib O'zbekiston hududida yer yuzasiga yaqinroq foydali qazilmalar qazib olinadi iqtisodiy nuqtai nazaridan. Chunki uni qazib olish ham tezroq, ham xarajati kamroq. Lekin keyinchalik bu amaliyot butun dunyoda qo'llaniladi. Foydali qazilma xohlasak, xohlamasak chuqurlashib ketadi. Chunki yer yuziga yaqin foydali qazilma borgan sari kamayib boradi. Tushunarli. Hozir dunyo tajribasi haqida gapirib o'tganingizdan keyin eslab o'taman. Aynan bizga 10 yil, 20 yil, 30 yil avval bo'lmagan natijalar bugun qaysi xorijiy tajriba almashinuvimiz evaziga erishildi? Yoki xorijiy tajriba bizga nima berdi? Nima beradi? Boshqa mana shu xorijda ham mana shu soha vakillari bor-ku, to'g'rimi? Shulardan nimalarni o'rgandik, nimalarni oldik biz? Va nima natijalarga erishdik? Yaqqol misollar bilan ayta olamizmi? Yaqqol misollar bilan ayta olamiz. Xorijiy tajriba bizga nima berdi? Biz asosan zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb qila oldik. Bular Germaniya, Avstriya hozir texnologiyalar asosida o'zingizga ma'lum mis boyitish fabrikasi Olmaliq shahrida 3-son mis boyitish fabrikasini ishga tushirdik. Bu yuqori texnologiyalar asosida qurilgan fabrika hisoblanadi. Xo'p, yana tajribalar haqida gaplashganimizda nimadan misol qo'yib ayta olasizlar? Hamkasbimizni so'zlariga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, misol uchun shu ishlab chiqarishga yuqori samaradorlikka ega texnologiyalarni jalb qilishda juda ham katta ahamiyat kasb qiladigan, misol uchun dasturiy ta'minotlar bo'lishi mumkin, turli xil. Ya'niki o'sha geoqidiruv ishlarini samaradorligini oshirish, ularni yuqorida aytib o'tilgandek bashoratlashda, geofizik, geologik ma'lumotlarni qayta ishlashda juda ham yuqori natija berishi mumkin bo'lgan geolog, geofizik mutaxassislarni vaqtini birmuncha darajada qisqartirish mumkin bo'lgan texnologiyalar jalb qilindi. Va bu samaradorlikni oshiradi o'zi. Albatta, o'zi birinchi navbatda vaqt, ikkinchi navbatda natijadorlik. Sababi biz o'rganayotgan konlarni, maydonlarni 3D modellashtirish orqali biz aynan qaysi obyektni qaysi jihatini o'rganishimiz, qanaqa chuqurlikda joylashganligi, qaysi tomonga qarab burg'ulashimiz kerakligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bizga o'sha boshqa davlat, rivojlangan davlatlarning tajribasi bizga mana shu narsalarni albatta shu xorijiy tajriba, ya'niki texnologiyalarni jalb qilish sohaga juda ham muhim kasb etadi. Xo'p, misol uchun mana vazirlik mutaxassis sifatida ayta olasizmi, qaysi oxirgi jahon tajribasidan foydalanganimizni esla olasiz? Hozirgi kunda joriy qilinayotgan sohalardan biri bu sun'iy intellekt. Ya'niki shu aytayotganimizdek, bizdagi bor mavjud
ma'lumotlar bazasini qo'l mehnati orqali emas, balki sun'iy intellektni joriy qilish orqali kerak bo'ladigan bizga ma'lumotlarni qayta ishlash, topish, ularni tahlil qilish, qayta ishlash, ularni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishga joriy qilish, yuqorida aytib o'tganimdek modellashtirishga juda ham katta xizmat qiladi. Ya'niki inson omilini yo'qotish evaziga aniqlik darajasi oshib boradi. Tushunarli. Har biringlarga hozir bergan savolim, har biringlar o'zingizlarning sohangizdan kelib chiqib javob berishingiz mumkin. Bu sohada qaysidir professor ko'rar, qaysidir mutaxassislar ko'rar bu ko'rsatuvni. Biz bugun qaysi to'siqni yoki qaysi bosimni yoki qaysi muammoni yechib o'tishimiz kerak? O'zingizlarni yo'nalishinglarda muammolardan yoki bo'lmasa bir natijalardan o'zib ketishlik uchun. O'zbekiston hududida ancha geologik qidiruv ishlari olib borildi va har bir loyiha oxirida geologik hisobot tuziladi. Va ushbu hisobot oldingi paytlarda, davrlarda elektron emas, faqatgina qog'oz shaklida saqlangan. Yozma qog'oz shaklida saqlangan. Hozirgi davr talabi tez ma'lumotga ega bo'lish uchun u ma'lumot raqamlashtirilishi kerak. Hali to'liq qamrab olmadik. Hozir jarayonda bu masala, lekin hozir ko'rib turibmiz, har kun texnologiya rivojlanadi va ushbu biz yiqqan ma'lumotlarni turli yo'nalishlarda, turli usullarda qayta ishlash mumkin. Va u bizning ishimizda yordam beradiki, o'sha qaysidir hududda boya gaplashganimizdek bo'lajak resurslarni bashorat qilish, ya'ni bormi, yo'qmi, qancha, qanaqasidan bor, ko'pmi, kammi, nimaga bog'liq degan masalani yechimini yordam qilishi mumkin. Ushbu masala hozir jarayonda, raqamlashtirish O'zbekiston hududida ancha ma'lumot yig'ilgan. Uni albatta sanoatda joriy qilinsa ancha natija beradi. Demak, siz aytayotgan baza shakllantirilsa, tizim shakllantirilsa, mushkullar ancha yengillashadi va aniqlik ortib boradi va bu ham samaradorlikka olib keladi. Xo'p, yana qandaydir muammolarimiz bormi biz yechimini kutayotgan yoki bo'lmasam hali yechim haqida muhokamaga ham tashlanmagan. Siz o'zingiz sohangizda o'zingiz tushunasiz, o'zingiz bilasiz. Mana shu narsaga yechim topilsa yaxshi bo'lardi desangiz, o'z-o'zidan vazirlik vakili ham bor. Pira va gidrometallurgiya zavodlarimizda mavjud оборудование, asbob uskunalarni eskirgan parkini, to есть yangilashimiz zarur. Eski оборудованияni yangi uskunalarni o'rnatishimiz lozim. Bu nima natija beradi? Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Yana metal ajratib olish darajasi oshadi va qo'shimcha yana metal ishlab chiqarishga erishiladi. Mineral resurs ishlab chiqarishga erishiladi. Demak, texnik bazamizni yana kengaytirishimiz kerak qaysidir ma'noda. Kengash ishlar olib borilmoqda demoqchiman. Jarayonda demoqchisiz. Jarayonda hozir. Tushunarli, rahmat, marhamat. Bizda asosan konchilik ishlari, asosan yer osti konchilik ishlari ham olib boriladida. Konlar hozirgi kunda aytib o'tganimizdek chuqurlashib borgan sari, masalan, Zarmetan konini chuqurligi yaqinda 1000 metrlik stol ishga tushdi, skipli. 1000 metrlik shaxtada insonlar hayotigini xavfsiz ta'minlab berish, texnika uskunalarni yer ostida ularni stabilniy ishlashini ta'minlash birmuncha qiyinchiliklar bo'lib keladi. Masalan, bitta xodim uchun yer ostida ishlayotgan ishchi xodimga oddiy misol toza havo, kislorod yetkazib berish 1000 metrlik chuqurlikda o'zi emas. Uskunalarimiz tog' yer osti laxmlaridagi bosimlar ostida ishlash me'yori buzilishiga olib kelishi mumkin. Mana shu yerda chuqurlik 1000 metrlik chuqur shaxtalarda uskunalarimizni agar burg'ulash qurilmalari umuman qazib olish texnikalarini masofadan boshqarish tizimini yo'lga qo'ysak, birmuncha ham oshiramiz ishlab chiqarish quvvatini, ham xavfsiz mehnat sharoitini yaratsak bo'ladi. Tushunarli. Endi vazirlik vakiliga savol bermoqchiman. Bizni mana shu zaxiralarimiz, tog' imkoniyatlarimiz haqida tomoshabinlar yoki oddiy xalqqa ma'lumot shaffoflik darajasi qoniqarlimi? Zaxiralarni ularni yuritilishi, foydalanish bo'yicha davlat tizimi hozirgi kunda yagona davlat tizimi mavjud. Ya'niki ochiq ma'lumotlar hammasi doimiy u yoqqa yuklanib boriladi. Bu bo'yicha internetdan olib ular ma'lumot olishligi mumkin. Qiziqishsa nazorat qilish mumkin. Qiziqishsa
Tushunarli. Xo'p, endi aynan vazirlik nuqtasidan kelib chiqadigan bo'lsak, 1 yillik, 10 yillik, 5 yillik rejalar bo'ladi qaysidir ma'noda. Aynan bugungi kunda mana shu vazirlikning oldiga qo'ygan maqsadlari va rejalar haqida bilsak bo'ladimi? Albatta, hozir mana yaqin kunlarda To'qon sanoat va geologiya vazirligi va sohalar bo'yicha 2030-yilgacha bo'lgan strategiya ishlab chiqib o'z tasdig'ini topdi. Bu strategiyada demak bizani uzoq yillik rivojlanishimiz kerak bo'lgan sohalar, qaysi jabhada biza ish olib borishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tganingizdek, ularning ichiga kadr tayyorlash ham kiradi, yangi texnologiyalarni jalb qilish ham kiradi. Biza qaysi sohalarda oqsayotgan bo'lsak, o'sha sohalarni yanada rivojlantirishimiz, qanaqa investitsiya loyihalari ustida ishlashimiz bo'yicha barcha sohalarni o'z ichiga olgan. Tushunarli. Men bu yerda bir tezis bor ekan, shuni o'qib o'tiraman, o'qib chiqaman va qolgan ma'lumotni o'zingizlar to'ldirib berasizlar degan niyatim yo'q emas. Ishlab chiqarish samaradorligi ta'minlashning eng muhim shartlaridan biri barqaror mineral xomashyo bazasini shakllantirish hisoblanadi. Bu borada geologiya qidiruv ishlari izchil kengaytirilib, mamlakat hududlarida yangi konlar va istiqbolli maydonlar aniqlanmoqda. Xususan, 2017-yil, 2024-yillarda 1651 ta yangi kon istiqbolli maydoni aniqlandi. Mana shu aniqlangan konlar jarayonga o'tdimi, yo'qmi? 2017-2024-yil oralig'idagi ma'lumot. Temir yo'nalishini gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda eng yirik, yagona yirik bo'lgan temir koni bu Tebinbuloq koni. Aynan oxirgi davrlarda ochilgan. Uni geologiya qidiruv ishlarini O'zbekiston mutaxassislari olib bordi va shuningdek Germaniya, Avstriya, Italiya mutaxassislari geologiya qidiruv ishlarimizni o'rganib, yaxshi baho berdi. Yana ma'lumot, tarmoq yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi. Agar 2015-yil geologiya qidiruv ishlari 60 million AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, aynan bugungi kunga kelib bu 200 million AQSh dollariga yetib bordi. Investitsiya jalb qilish masalasida ham holatimiz qanday? Vazirlikdan javob bormi? Kim javob beradi? Olmaliq shahrining o'zida 4-son mis boyish fabrikasini bo'yicha investitsiya jalb qilish ishlari hozir ketyapti. Shuningdek, mis eritish zavodini qurish ishlari loyihalari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda 2030-yilgacha adashmasam 4 milliard dollarga yaqin investitsiyalar jalb qilinishi ko'zda tutilyapti. Reja, kelajakda. Bunda nima sarflar? Masalan, o'zingiz xabaringiz bor, O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha oltin ishlab chiqarish 1,5 baravarga, kumush 3 baravarga, kumush uran 3 baravar, misni 3,5 baravarga oshirish rejalashtirilgan. Mana shu loyihalarni amalga oshirish uchun albatta investitsiya jalb qilinishi kerak, investorlar jalb qilinishi kerak. Ozgina fikringizni to'xtatib turasiz, bitta savolim bor shu o'rinda. 60 million dollar sarflangan 2015-yilda, ya'ni investitsiya qilingan. Bugungi kunga kelib 200 million dollar va 4 milliard haqida gapirdingiz hozir, gapirib o'tdingiz. Aynan 60 million dollar yoki 200 million dollar o'zini oqladimi? Oqlaydimi bu investitsiyalarning sarflanishi, tikilishi? 5 yil, 10 yil davomida o'zini oqlashi mumkin. Masalan, aytmoqchi bo'lganim, bitta konda aniqlangan zaxira to'g'ridan to'g'ri o'zlashtirishga yetarli miqdorda yoki o'sha yerda metalni ko'rsatkichi pastroq bo'lishi mumkin. Mana shu investitsiya doirasida hisoblangan o'sha metal davlat zaxira komissiyasi o'rganidan keyin yangi texnologiya jalb qilish evaziga 5 yildan keyin o'zini oqlashi mumkin. Xo'p, mana 60 million 2015-yilda sarflangan ekan investitsiya. Natija berdimi? Raqamli geologiya portaldan foydalanib ma'lumotlar raqamlashtirilgan hisobiga yoki sun'iy intellekt texnologiya qo'llagan holda ma'lumotlar aniqligi birmuncha oshgan, bir necha karrasiga oshyapti. Mana shuni hisobiga, mana siz aytganingiz 60 million dollar 17-yil degan u paytgacha 15-yil. 15 ma'lumotlar bazamiz qanaqadir miqdorda cheklangan bo'lganda, hozir mana raqamli sun'iy intellekt, raqamli texnologiya qo'llagan holda ma'lumotlar bazasi yaratildi. Raqamli geologiya bor, ma'lumotlar investorlar maxsus portallardan ko'ryapti-da, ular ishonch bildiryapti. O'sha 200 million dollar ishonch bildirilgani o'zi mana shu 3 barobar oshayotgani, mana o'sha bu aniqlik. O'sha aniqlik oshgani uchun yoki investitsiyalar o'zini oqlayotganligi uchun bizga investorlar investitsiya kirityapti.
jalb qila olish qobiliyatimiz mavjud bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, 100 jalb qilinadi. Har qanday Tashqi investitsiyaga biz ishonch bera olsakkina, ular bizga moliya tikishi mumkin, to'g'rimi? O'sha tikilgan moliyani oqlanish masalasida suhbatimizni davom ettirsak, nimalar evaziga oqlanadi yoki bo'lmasam oqlanish haqida hisobotlar bildirishimiz shartmi, zarurati bormi, yo'qmi? Masalan, bizda hozirgi zamonda kritik va nodir metallarga bo'lgan talab jahon bozori juda baland. Asosan mana misgon koni, boshqa masalalar oladigan bo'lsak, investorlar pul tikayaptiki, nimaga? Masalan, kelajakda axborot texnologiya sohasida qo'llanadigan mikrochiplar yoki kobalt, nikel, litiy, elektromobil ishlab chiqqan litiy batareykasining asosiy nimasi litiy bo'lib, mana shu narsalar xomashyolarga talab jahon bozorida birmuncha karrasiga oshayotganligi uchun investorlar bizga 100% ishonib, mana shu, chunki bizda zaxira bor. Litiy bo'yicha ham, grafit, umuman hammasi bo'yicha zaxira mavjud. Shuning uchun ishonch bildiryapti-da, qo'rqmasang investitsiya olib kiritishi mumkin. Chunki nodir metallar bo'yicha bizda zaxira yetarli, qimmatbaho metallar bo'yicha ham zaxira yetarli, ham sohamizda umuman respublikada shaffoflik, investitsiya kiritilish shaffoflik birmuncha yengil, ochiq. Boya aytganimdek, investor bizni sohamizga kelib, mana shu kon bo'yicha men o'rganaman deb taklif bersa, bizda hech qachon vazirlikdagilar yo'q, degan narsa yo'q. Taqiq yo'q, ochiq. Taqiq yo'q. Keling, mayli, qo'ldan kelgancha beriladi, ma'lumotlar o'zaro belgilangan tartibda almashinadi. Vazirlar Mahkamasi 133 son qarori bo'yicha litsenziyalar rasmiylashtiriladi yoki auksion qo'yiladi. Investorga hech qanaqa bu yerda aniq qolmagan, taqiq yo'q. $1 investor olib kelaman deganga investorga bizning eshigimiz ochiq. Hamma imkoniyatlar bor, ma'lumotlar yetarli. Odamlar nazdida, tomoshabinlar orasida ham yo'q emas bu holatlar. Masalan, biz yoshligimizda ham yer osti boyliklari, kon masalalari gapirganimizda neft, gaz sohalarini tushunganmiz. Borsa agar haligi zalvorlik qilib bergan bo'lsa, oltinni tushunganmiz. Lekin undan boshqa ham qimmat metallarimiz borligi haqida bugun biz ma'lumot bera olamizmi? Aynan O'zbekiston nuqtasidan kelib chiqsak, biz nimaga boy davlatmiz? Bugun nimalarimiz kattaroq miqdorda? Bugun tomoshabinlar ma'lumot sifatida aytsak, biz faqat neft, gaz yoki tilla haqida odamlarda tushuncha borda, yo'q, bizda haligi rangli qimmat metallarimiz bor. Qaysilaridan bizda bir maqtanib ayta olamiz? Olmaliq hududi O'zbekistonning misga eng boy hududi hisoblanadi. Yirik konlar mavjud u hududda, ya'ni geologik qidiruv ishlari kon atroflarida va chuqur gorizontlarida davom etyapti. Va shu bilan birga konning zaxirasi ko'paymoqda. Ya'ni hozirgiga nisbatan har yil biz geologik qidiruv ishlari natijasida karra o'sha mis zaxirasini misdan tashqari molibden, selen va boshqa metallar u konlarda mavjud. O'sha 2030-yil dasturigacha qilinish kerak bo'lgan ishlar ham ko'zda tutilgan, ya'ni 3 karra mis ishlab chiqarishni oshirish kerak bo'lsa, demak geologiya qidiruv ham orqada qolish kerak emas. Ya'ni o'sha ishlab chiqarishga biz yangi konlar topishimiz kerak. Va shuning sababida davlat dasturlariga o'sha mis zaxirasini ko'paytirish maqsadida biz yangi geologik qidiruv ishlarini olib boramiz. Undan tashqari O'zbekiston uran konlariga boy. Ayniqsa bu o'sha Qizilqum hududida, Navoiy viloyatida juda uran konlarimiz ko'p va oxirgi paytlarda u uranga yo'naltirilgan geologik qidiruv ishlari karrasiga oshdi. Undan tashqari mineral o'g'itlar bu qishloq xo'jaligiga ancha yordam beradigan, ishlatiladigan mahsulotlar. Bu yo'nalishda ham O'zbekiston dunyo bo'yicha 10talikka kiradi. Ya'ni mineral o'g'itlar bo'yicha misol tariqasida Qashqadaryoda Dehqonobod kaliy zavodi yoki Qizilqumda o'sha fosforit konlari, Navoiy azot yoki Farg'ona azot zavodlarida kaliy mineral o'g'itlarni ishlab chiqarib qishloq xo'jaligiga yetkazib beriladi. Shu bilan ichki bozorni ham ta'minlay olyapmiz. Ichki bozorga ham eksportga ham hosil unumdorligini oshirish masalasida qilinadigan choralar.
Xo'p, endi aka mana hozir yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Bu o'rinli savol deb o'ylayman. Aynan bizni ichki ishlab chiqarishimiz, yer osti boyliklarimizdan, ya'ni topilgan topilmadan yana foydali topilmani ajratib olish bizda laboratoriya xizmatlari ham bor. Va mana shu sohani mana shu nuqtasida tajribalar o'tkazishimiz kerak, yangiliklar qilishimiz kerak. Bu borada ham bizni holatimiz qanday? Ya'ni imkoniyatlarimiz laboratorik tekshiruvlarga ilojimiz bormi? Imkoniyatimiz yetarlimi? Hozirgi laborator uskunalarimiz sezuvchanligi oshdi. Biz Yangilanishdik. yangilanish, zamonaviy uskunalarni olib kirmoqdamiz sohaga. Ya'ni kimyoviy elementlar aniqlanadigan soni oshdi. Deyarli 60 kimyoviy element atrofida tahlil qilinadi. Oldin bu 2-3 karra kamroq edi. Va shu bilan birga laborator tahlillarining aniqligi oshdi. Ya'ni oldin 0,1 gram misolida bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'sha hozir 0,1 gram 0 dan 10 yoki 0 dan 100 xatolikkacha olib kelindi. Bu investorlarga ham, o'zimiz O'zbekiston investorlariga ham, tashqi investorlarga ham juda aniqlik beradi. Ya'ni o'sha konda qancha zaxira bor va uning miqdori qanaqa. U bo'lajak konga shunga qarab texnologiya qo'llashi mumkin, texnologiya tanlashi mumkin. Chunki bitta metal misolida ham uni qazib olish va qayta ishlash texnologiyasi har xil bo'lishi mumkin. Va o'sha kondagi foydali komponent miqdoriga, sifatiga qarab o'sha texnologiya boshqa texnologiyalar qo'llaniladi. Ya'ni mikroskopda tog' jinslarini va minerallarni aniqlash yo'nalishida ham ishlar olib boriladi. Olim mutaxassislarimiz juda bu yo'nalishda faol. Zamonaviy uskunalar yordamida hozirgi o'rganishlarni olib boradi va ishlab chiqarishga jalb qiladi natijalarini. Hozirgi narxlardan ko'rib turibmiz. Bitta endi hammaga ma'lum bo'lgan oltinning narxi sezilarli oshdi. Bu ham bizani konlarimizni qiymatini oshiradi. Ya'ni biz konning iqtisodiy qiymatini hisoblaganda oltinning narxidan kelib chiqiladi hisob-kitoblar. Albatta, oltinning narxi oshgan payti bu konning qiymati ham parallel ravishda oshadi. Oldingi davrlarga nisbatan hozir texnologiyalar rivojlangan sari biz boy bo'lmagan madanlarni ham qazib olish imkoniga bo'lyapmiz. Va bu yildan yilga bu imkoniyatlar yaxshilanmoqda. Demak, oldin hisob-kitoblarga ko'ra biz kondagi zaxirani sanoatga mos bo'lmagan qismini kelajakka zaxira qilib olib qo'ygan bo'lsak, hozirgi davrda biz ba'zi konlarda o'sha kelajakka olib qo'ygan zaxiralarni ham ishlab chiqarishga jalb qilish imkoniyati paydo bo'lyapti. Tushunarli. Hozir tomoshabinga qiziq bo'lgan nuqta menimcha shu bo'lsa kerak. Oltinni narxini ko'tarilishi aynan nimaga bog'liq? Aniq uskunalar va texnikalarda o'sha qimmatbaho va noyob metallar ishlatiladi va hozirgi davrda kundan kunga bu yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarilishi oshgan sari ularda ishlatiladigan qimmatbaho va noyob metallar narxi oshib boradi. Tushunarli. Hozir yuqorida ko'rsatuvimizda bir savolga javob bo'ldi. Qaysidir ma'noda kon qimmatbaho metallarni qazib olishga suv bog'liq deydilar. Suvga bog'liq joy bor deydilar. Qaysidir ma'noda, chunki uni yuvish kerak, boshqa qilish kerak. Oddiy bu sohani tushunmagan odam suv nima aloqasi bor ekan, yer ko'liydi, boylikni oladi, ketaveradi degan fikrga borishi mumkin. Bizda aynan yer osti boyliklarimizni qazib olishlikda iqlim ta'siri ham bormi, yo'qmi? O'sha yuklamani bajarish davrida kunning issig'i texnikalarda ichida qizib ishlaydi. Qizigan paytda yanada qizdirib olish mumkin. Klimatga bog'liq joyi ko'p. Aytganimdek, yer osti sharoitida iqlim nimasi, masalan, yer ostida 24 gradus ta'minlab berishimiz shart. Bu o'z-o'zidan o'sha texnika, insonlar hayoti bilan bog'liq bo'lgani uchun iqlim bevosita ishlab chiqarishga ta'siri bor. O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq boya hamkasbimiz aytib o'tganidek
ishlab chiqarish hajmini oltin, qimmatbaho metallar oltinni 1,5 barobarga oshirish, kumushni 3 barobarga oshirish belgilab berilgan. Rangli metallar sohasida esa mis ishlab chiqarishni 3,5 barobarga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, uran va boshqa metallarni ishlab chiqarishni ham 3 barobarga oshirish ko'zda tutilmoqda. Va yana bir to'ldirib ketmoqchi edim, iqlim masalasi ham bo'yicha iqlimga qanday ta'siri bor deb savol berdingiz. Iqlimga ta'siri ishlab chiqarish jarayonlarida bu masala bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Iqlimga ta'siri bo'yicha ham, masalan, hozirgi kunda ishlab chiqarish jarayonida qoldiqni saqlash omborlari tashkil etiladi. Bu texnologiyaga bog'langan texnologik jarayon hisoblanadi. Hozirgi kunlarda biz shunday ishlar olib borilyaptiki, shu texnologik mineral hosalalarni o'sha qoldiqlar saqlash omborini qayta ishlashga yo'naltirish ishlari ham olib borilyapti. Tejamkorlik aynan istiqbolni o'sishiga, rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Siz bu ko'rsatuv mavzusi haqida qandaydir bir mushohadaga, bir fikrga undagan bo'lsa, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Yoshlar telekanali Rostdan ayting tok shousi edi. Xayr, salomat bo'ling.